Uzun HTML dersi 35. qism HTML5 haqida. HTML5 degan nima? HTML5 navbatda HTML, XHTML shundaqla HTML domning yangi o'lchami hisoblanadi. U to'liqlanish bosqichida bo'lg'achqa, u texnik mukammal holatga yetib bo'lmaydi. Shundaqmi ko'p qism tor ko'rgishlar uni qo'llaydi. U WC bilan WHATWG ning hamkorligining natijasi. Bu ikkisi haqida qisqacha izoh berib o'tsak, WC deganimiz World Wide Web Consortium degan so'zning qisqartmasi hisoblanadi. WHATWG deganimiz Web Hypertext Application Technology Working Group degan so'zning qisqartmasi hisoblanadi. WHATWG asosliq torbat uçur tizimligi va qo'llanishchan programmaga mas'ul bo'lgan. WC asosliq XHTML 2 ning o'lchimini bekitishga mas'ul bo'lib, 2006 yildan boshlab bu ikki taraf hamkorlik o'rnatib, yangi nashrdagi HTML ni barliq keltirish uchun asos solgan. HTML5 ni barliq keltirishdagi bir qism qoida. Başta o'tirib qo'yilgan qoidalarda, masalan, yangi alohidliklar cho'qim HTML, CSS, DOM va JavaScript asosida bo'lishi kerak. Ikkinchi sirtqi qurilmalarga bo'lgan ehtiyojni azaltish, masalan, Flash, Adobe shirkatiniki, odatda biz tor ko'rgishlarda davomli bizga Flash playerni yoki Flash'niki nashrini yuqori ko'taring degandek uchurni berib, biz mush qisturmini yangilab turamiz. Üçüncü texim munavvar bo'lgan xatolik bir taraf qilish iqtidori bo'lishi kerak. To'rtinchi texim ko'p tek kodning o'rnini oladigan belgilar bo'lishi kerak. Demak, bu biz asli ishlatgan bir qism tek kodlarni yetarli emas deb qarab, texim ko'p ishlatishni tavsiya qilgan. Anaki HTML5 qurilmadan mustaqil bo'lishi kerak. Qurilmadan ayirib chiqilgan holat bo'lishi kerak. Uning ichilish jarayoni ko'pchilikka ochiq-oshkor e'lon qilish kerak. Ya'ni shu HTML5 ni qanday holatda barliq keltirganimizni ochiq-oshkor e'lon qilib, tordashlardan fikr taklif berish orqali uni texnik mukammal holatga yetkazish kerak. Ikkinchi mazmun HTML5 ning yangi alohidliklari. Uning bir qism qiziqarli yangiliklar tövendikcha, masalan, rasmsiz ishlatilgan canvas elementi, ko'p vosita bir taraf qilish ishlatilgan video va audio elementi, yerlikda bufferlab saqlashni texnik yaxshi qo'llash iqtidori. Demak, texnikaning qo'shilganligidan biz buning ilgirki tinishbatlik alohidligida yo'q bo'lgan yangi iqtidorning qo'shilganligini ko'ra olamiz. Anaki yangi alohid mazmun elementlari, masalan, article, footer, header, nav, masalan, tizimlik elementi, bet beshi elementi, bet tigi elementi, anaki maqol elementi degandek shu yangi xat kuchlarni, yangi elementlarni qo'shgan. Anaki yangi uçur jadval kontroli, masalan, calendar, date, time, email, URL, search deb masalan izlash xat kuchi, vaqt xat kuchi, el xat kuchi, yo'linish adres xat kuchi, anaki chisla xat kuchi, kalendar xat kuchi degandek xat kuchlarni qo'shgan.